Assalomu alaykum do'stlarim. Chip kartaga to'lov qildim 1.500.000 so'm ekan. Toshkentga Oloy bozorini metrosidan Oloy bozoriga kelsak, Abdulla Qodiriy metrodan chiqasiz 200-300 metr orasi. So'rasangiz hamma biladi. Yevropaga ketmoqchi bo'lganlar, tirikchilik qilaman, nimani pul topaman deb do'stim Yevropada ishlaydi, taklif berib qoldi, chip kartaga o'sha to'lov qilib o'zimizdan olavergin. Bu yoqqa kelsang baribir oyligingdan to'laysan chip kartani dedi. O'sha uchun viza chiqishiga ozgina yordam bo'lishi mumkin dedi. Aniq ma'lumot bo'lmagani uchun aytmayman. To'lovi chip kartani to'lovi 1.500.000 so'm, uyingizgacha yetkazib beradi. 50.000 so'm yo'l kira pulini berasiz. O'zining ilovasi bor. Ilovasida ham men eplolmadim ilovani, o'sha uchun o'zim kelishga majbur bo'ldim. Endi yetkazib beradi, uygacha ustiga 50.000 qo'shasiz, 1.550.000 bo'ladi. Agar kimga telefon raqam kerak bo'lsa, o'sha qayerda joylashgan ma'lumotni olaman desa telefon qilsanglar, men yana daskanani tushuntiraman. Salomat bo'linglar.